Shimdagi zamon qoidasi aytadi, man deydi, hozirda bajarilayotgan ish-harakatlaring va davomiy bajarayotgan ish-harakatlaring o'z ichiga olaman deydi. Hozirda bajaradigan ish-harakating va davomiy bajarayotgan ish-harakating o'zimni ichiga olaman deydi. Bu qo'shimchasi yor bo'ladi, mani qo'shimcham deydi, yor deydi. O'zbek tilida birodar tarjima qilsang deydi, men yapti degan ma'noni beraman deydi. Yapti. To'g'rimi? Yapti degan ma'noni beraman deydi. Endi bu qo'shimchani unlilari to'rtlik shakliga nisbatan o'zgaradi. Turk tili yo unlilarning ikkilik shakli yo unlilarning to'rtlik shakliga nisbatan o'zgaradi. Misol qo'shimchalar. To'rtlik shakliga nisbatan a ga nisbatan nima bo'ladi? Yor bo'ladi. Ga nisbatan nima bo'ladi? Yor bo'ladi. Yoping ovozni. Ga nisbatan nima bo'ladi? Yor bo'ladi. Ustun nuqtasi bor O va ustun nuqtasi bor O'ga nisbatanchi yor bo'ladi. Ya'ni bu shimdagi zamonni nimasi bu? Qo'shimchalari. Misol uchun bunga olishimiz mumkin. Kelinglar, gelni olamiz. Gel. Gel degan so'zni olsak. Kelmoq fe'li, to'g'rimi? Gel bo'lsa, gelni mana bu bilan tugaganligi uchun bunga qo'shayotgan qo'shimchamiz shimdagi zamondan qaysi birini oladi? Misol uchun mana bo'lganligi uchun oxirgi unli. Yana bitta qoida bor. So'zga misol uchun o'zakning deydi, oxirgi unlisiga qaragan holatda qo'shimcha olinadi. Ya'ni o'zakning oxirgi unlisi bu yerda qayirma ichiga ketadi. Bunga nisbatan qaysi qo'shimcha olinadi shimdagi zamondan? Yor olinadi mana. Yor. Mana yor olinadi. Misol uchun ikkinchisi yap fe'lini olsak, yap. Asosda oxirgi unlisi qaysi? A. Bunga nisbatan nima olinadi? Yap bo'lsa, bo'lsa, yap, yor. Yapiyor. Ya'ni bu shimdagi zamonni qo'llanilishi edi. Endi shimdagi zamonni ikkita asosiy qoidalari mavjud. Qanday qoidalar mavjud? Shimdagi zamonning ikkita asosiy. Birinchi qoida agar deydi. Nima ichida? So'zning oxirgi unlisi, ya'ni so'zning oxirgi harfi a unlisi bilan tugasa, so'zning oxirgi harfi a unlisi bilan tugasa, to'g'rimi? A unlisi bilan tugasa. Misol uchun bunga ara, mana ara, qidirmoq, to'g'rimi? Ara. So'zning oxirgi, ya'ni harfi a unlisi bilan tugasa, nima bo'lardi? A unlisi tushib qolib, A unlisi ketgandan keyin bizga o'zi qoida nima deyirdi? Qoida aytardiki, so'zning oxirgi unlisiga qaragan holatda qo'shimcha qo'shasan derdi. A unlisi tushib qolgandan keyin qaysi qoladi bu oxirgi unli? Mana bu A bo'ladi. Shunda bu A bo'lgandan keyin bunga qanday qo'shimcha qo'shilish kerak? Yor mana. Yor. Yor bo'ladi. Keyingisi aytadi, ikkinchisi, agar so'zning oxirgi harfi unlisi bilan tugasa, nima bo'ladi? Le. Nima bo'ladi? Unlisi tushib qolardi. Le qolib ketdi. Unlisi tushib qolardi. Unlisi tushib qoladi. Endi so'zning oxirgi unlisi qaysi bo'lib qoldi? Mana bu bo'lib qoldi. Bunga asosan nima bo'ladi? Ga nisbatan yor olishim kerak ekan. Bikli yor. Bu ikkinchi qoidasi edi. Endi uchinchi qoidasi bor. Agar so'zning oxiri o ustun nuqtasi bor u va ustun nuqtasi bor u harflari bilan tugasa nima bo'ladi? Bularga nisbatan primo yor qo'shimchasi qo'shilishi kerak. Misol uchun o'ku nima bo'ladi? Bunga nisbatan u bilan tugab qo'ydim mana bu so'zdan. Bunga nisbatan yor primo qo'shiladi. O'ku yor. Bu shimdagi zamonni nimasi edi? Qoidalari edi. Misol uchun yap so'zini shimdagi zamonni benga nisbatan tuslaymiz. Ben turadi ham bu yerda. Olumsuz misol uchun. Olumsuz qilib tuslaylik qani? Ya'ni bo'lishsiz qilib benga nisbatan nima bo'ladi? Yap. Ben yap bo'ldi. Mana yap keldi. To'g'rimi?
Endi zamon qo'yishim kerak. Zamon, ya'ni shimdagi zamonni qo'yishim kerak. Mana bu a bo'lgani uchun nima olaman? Yapga nisbatan yor olaman. Yap, yor, yapıyor. Endi mana aytganman, agarda nima edi? Otlarga, ya'ni ism jumlalariga nisbatan egalik qo'shimchalari, fe'llarga nisbatanchi shaxson qo'shimchalari. Bunda endi nima bo'ladi? Yap benga nisbatan yapıyor. Mana bu u o bilan tugagani uchun bo'ladi. Yapıyor bo'ladi. Endi shuni o'limsizi qanday bo'ladi? Ya'ni o'limsizi, ya'ni bo'lishsiz gap, o'limsiz. Yap top kelamiz, mana yap keldi. Fe'llarga nisbatan o'limsizlik qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak edi? Fe'llarga nisbatan me ishlatardik. Ism jumlalariga nisbatanchi ot yoki boshqa nimalarga sifatlarga nisbatan diyil emas degan ma'noda ishlatirardi. Bu hozir nima edi bu? Bu yap, ya'ni ish harakat, ya'ni bu fe'l. Bunga nisbatan nima olishimiz kerak? Qalin unlarga nisbatan ma olishimiz kerak. Inja unlarga nisbatanchi me olinish kerak. Endi mana ma bo'ldi. Endi men bunga zamon qo'shishim kerak. Zamon qo'shmoqchi bo'lsam nima bo'ladi endi? Mana bu a bilan tugaganligi uchun men bu qoidaga qarab asoslanamanmi endi? A nima bo'ladi bu yerda? A tushib qoladi. Yor qo'shiladi. Endi oxirgi o'nlik bu bo'lib qoladi. Bunga nisbatan yor bo'ladi. Yap, yor bo'ladi. Endi nimani qo'shishim kerak? Shaxson qo'shimchasini qo'shishim kerak. Benga nisbatan nima bo'ladi? Yapmıyor bo'lsa, yapmıyor bo'ladi. Endi keyingisi do'stlar, keyingisi nima bo'ladi? Olumlu so'rusi. Yap fe'lini olsam mana, yapni oldim. Olumlu so'ru bo'lgani uchun nima qilaman? Olumsizlik ishlatmayman. Ya'ni negativ fikr ishlatilmasligi kerak. Yap fe'lini olib keldim. Olumlu so'ru qilishim uchun nima bo'ladi? Bunga nisbatan nima qo'shaman? Zamonni qo'shaman. Yor, yapıyor. Mana bu o bilan tugaganligi uchun so'roq qo'shimchasi qanday hosil qilinardi? Asosda oxirgi unisiga qarab, asosdan ajratib olinardi. To'g'rimi? Asosdan ajratib nimani olaman? Mu'ni olaman, chunki o bo'lgani uchun o'ga nisbatan mu olinardi, to'g'rimi? Yapıyor, mu bo'ldi. Endi shaxson qo'shimchasini qo'shsa nima bo'ladi? Yapıyor, mu, Yum. Yapıyor muyum? Ana, yapıyor muyum? Benga nisbatan. Endi olumsuz so'rusi nima bo'ladi? Olumsuz so'rusi. Olumsuz. Nima bo'ladi shuni? Yana yaptop kelaman. Yaptop keldim mana. Olumsuzlik qo'shimchasi nima bo'lardi? Ma bo'lardi. Bunga nisbatan ma'ni oldim. Lekin a tushib qolib, shimdagi zamon qo'shilishi kerak. Yapmıyor bo'ldi mana. Mana bu oxiri nima bilan tugagan? O bilan tugagan uchun so'roq qo'shimchasi nima bo'ladi? Mu bo'ladi. Lekin asosdan ajratib olinadi. Mu. Yapmıyor, mu bo'lish kerak, ya'ni lekin ikkitaning o'rtasiga ikki ortadi. Yapmıyor muyum bo'ladi. Hozir shimdagi zamonni men benga nisbatan tusladim hammasini. Kimga tushunarsiz bo'lmaydi. Shimdagi zamon to'liq mana shu narsa edi, boshqa narsa yo'q. Endi bitta qaranglar do'stlar, bu yerda men sizlarga bitta narsa tushuntirib ketaman. Sizlarga yana osonroq bo'lishi uchun xohlagan zamoningizga bitta narsaga diqqat qiling. Birinchi, ya'ni formula aytaman, qaranglar. Birinchi formula. Ya'ni birinchi formula degani olumlu gaplarga nisbatan. Olumluga nisbatan bitta formula aytaman. Birinchisi olumlu. Ya'ni plus qo'yib qo'yay yoniga. Olumlu bo'lish uchun bitta formula. Qanday bo'ladi? E'lim bo'ladi, qaranglar. Fe'l bo'lsa, e'lim. Deb olaman. E'limni deb olaman. E'lim degani fe'l degani. Qo'yay, e'lim. Endi qaranglar. E'lani o'zini olay, yana kimlardir tushunib qoladi. E'lim bo'lsa, qaranglar. E'lim, ya'ni fe'lni o'zi. Qarang, yap bo'lsa fe'lni o'zi keldi. Plus bu nima qo'shildi bunga nisbatan? Zamon. Plus zamon. Keyinchi plus nima qo'shiladi? Shaxson. Shaxs qo'ydim. Tushundingizmi? Bitta formula, ya'ni olumlusi uchun har doim shunday bo'ladi.
Endi ikkinchi formulasi. O'limsiz uchun mana minus negativi. Nima bo'ladi? Elimni o'zi bo'ladi. Mana elimni o'zi bo'ladi. Formula qilib beryapman. Elimni o'zi bo'ladi. Keyin bunga plus nima qo'shiladi? Elim bo'lgani uchun elimni oxirgi unisi, ya'ni o'sha fe'lni oxirgi unisiga qaragan holatda ma, keyingisichi me. Me olinadi. Xohlagan zamonda shunday. Keyincha plus zamon bo'ladi. Plus zamon. Keyincha plus nima bo'ladi? Shaxson bo'ladi. Nima uchun shaxson? Nima uchun shaxson? Kim aytadi? Nima uchun shaxson qo'shyapman? Fe'llar shaxsan qo'shiladi. Fe'l bo'lgani uchun shaxson bo'ladi. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Endi uchinchisi nima edi? O'limli suru, ya'ni bo'lishlik so'roq gap bo'lish uchun. Nima bo'ladi bunga nisbatan? O'limli suru bo'lish uchun elim keladi. Formula bu, yodlab oling. Elim keladi. Plus zamon bo'ladi. Plus zamon. Joy taylaysiz. Zamonni oxirgi unisiga qaragan holatda, nima bo'ladi? So'roq qo'shimchalari mi, mu qo'shimchalari plus nima bo'ladi? Shaxson qo'shimchasi bo'ladi. Bo'ldi. Bu o'limli sura bo'ladi. Endi o'limsiz sura bo'lish uchun nima bo'lish kerak? O'limsiz sura, ya'ni minus so'roqga. Nima bo'lish kerak? Elim keladi. Mana elim keladi. Elim, ya'ni fe'l keladi. Plus o'limsizlik qo'shimchalari keladi. Nima edi o'limsizlik qo'shimchalari? Me keladi. Keyinchi plus zamon qo'shiladi bunga. Zamon. Endi zamonni oxirgi unisiga qaragan holatda nima bo'ladi? Mi, mu va ustun nuqtasi bor mu bo'ladi-da, plus shaxson qo'shimchasi qo'shiladi. Tushundingizmi? Plus shaxson bo'ladi. Mana bu o'limsiz sura bo'ladi. Xohlagan zamoningizda faqat mana bu elim deganlarni fe'l bo'lgan holatiga toshishni to'g'ri keladi mana shu. Xohlagan zamoningizni qo'yib ketishingiz mumkin mana shu o'rniga. Masalan, elimga misol uchun qarang, mana shu formula hali turadi. Men hozir yana boshqa zamonlarda o'tgan vaqtimga shu formulaga qo'yib ketaveramiz. Bu formulani bilib olsangiz, bitta bir kun esdan chiqmaydi-da. Nima keladi? Ya'ni fe'l keladi, zamon qo'shaman, shaxson qo'shaman. Bu o'limli bo'ladi. O'limsiz bo'lish uchun fe'l keladi. O'limsizlik ma'nosidagi qo'shimchani qo'shishim kerak, ma'mini, keyin zamon qo'shaman, keyin shaxson qo'shaman. Uchinchisi elim qo'shaman, ya'ni o'sha fe'l, zamondan keyin ajratib, ya'ni zamon oxirgi unisiga qaragan holatda ajratib, ya'ni so'roq qo'shimchalarini olaman. Qaysi bittasi o'sha zamonni, ya'ni oxirgi unisiga qaragan holatda mi, mulardan qaysi bittasini olaman va keyin shaxson qo'shaman. Bo'ldi. O'rtaga ye ortish mumkin. Keyingisigacha o'limsiz so'rovga elim, ma'mi, zamon, yana o'sha nima? Keyin shaxson. Hozir shu joy kimga tushunarsiz bo'ldi? Mana shu qilgan narsam kimga tushunmay qolgan joyi bormi? Lekin buni bilolsangiz, polna zamonlarga ham, boshqa narsaga ham qiynalmaysiz-da. Mana shu narsani bilolsangiz. Ustoz, menda bitta so'rash bordi. Bering, so'rang. Mana me qo'shamiz dedingiz-ku. Endi mana nimaga keyingi zamonda anaqaga senga maz o'lingan z orttiriladimi? Geniş zamon aytyapsiz, opa. Geniş zamon aytyapsiz, o'limsiz. To'g'rimi? O'shani. Bu geniş zamongacha emas. Geniş zaman boshqa teng. Tushundingizmi? Geniş zaman boshqa narsa. Geniş zamon o'limsiz ma'mi, mazmiz olinadi. Ya'ni biz sizga nisbatan mazmiz olinadi. Tushundingizmi? Qolganlarga toshqin tushadi. Jumanova, tushundingizmi? Jumanova? Yaxshi. Endi keyingi nimaga o'tmoqchiman? Ya'ni keyin hozir kimda shimdiki zamon bo'yicha, keyin mana to'liq zamonlar bo'yicha men bunga muammo bor. Aytinglar, men bugun buni takrorlash qilib bermoqchiman sizlarga. Muammo yo'qmi? O'tiraymi keyingi zamonga? Buni keyingi zamon qaysi zamonda?
Bormi kimgadir muammo? Do'stlar? Alo. Muammo yo'qmi? O'tiraymi? Ha, o'tiryapman. Aha. O'zi ovozim va ekranim ko'rinyaptimi? So'ramayapman. Ovoz va ekran bormi, do'stlar? Ko'ryapti. Malades. Xo'p, endi mana bu yerda geçmiş zamon joylashadi, geçmiş zamon. Bu tomongachi kelajak zamon joylashadi, kelajak. Endi shimdagi zamonni bildik. Ya'ni hozirda bajarayotgan ish harakatlarimiz va davom bajarayotgan ish harakatlarimizga nisbatan ishlatilar ekan. Misol uchun hozirda bajaryapmiz, biz dars qilyapmiz. Davomiy bajaramiz, ertalab turamiz, yuzimizni yuvamiz. Davomiy bajaramiz, to'g'rimi? Xo'p, endi geçmiş zamonchi. O'tgan zamon degan. Geçmiş degan o'tgan degan. Kelajak degani keladigan degani. Shimda degani hozir degani. Shunda geçmiş zamon, ya'ni o'tgan zamon bo'lib o'tib ketgan ish harakatlarga nisbatan ishlatiladi. Mana shu yerda mana bu tomon ishlatiladi, mana bu tomonga qarab ishlatiladi. Tushundingizmi? Endi geçmiş zamonni qo'shimchalari bor. Ya'ni qanday qo'shimchalari bor? Ya'ni geçmiş zamon ikkiga bo'linadi, o'z navbatida ikkiga. Birinchisi nima edi? Belirli. Belirli. Ikkinchisi pastga qarab olamiz. Nima edi? Belirsiz. Endi belirli geçmiş zamon nima? Belirsiz geçmiş zamon nima? Belirli geçmiş zamon degani biror bir ish harakatlari aniq o'tgan zamonda bajarilganligini bildirish kerak. Ya'ni qaysidir ish harakatim ma'ni aniq o'tgan zamonda bajarilgan bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Aniq o'tgan zamonda bajarilishi kerak. Endi belirli geçmiş zamonni o'zini qo'shimchalari bor. Misol uchun, uni qo'shimchasi a ga nisbatan nima edi? dt emas. ga nisbatan t ga nisbatan tu ustun nuqtasi bor ustun nuqtasi bor ga nisbatanchi tu edi. Plus bularga ham nima qo'llaniladi? Ya'ni buni oldingi o'sha filga nisbatan bo'ladigan bo'lsa, shaxson qo'llanib ketiladi. Duk, misol uchun geldik. Tushundingizmi? Shuni shaxson qo'llanib ketadi bundan oldingi ham. Ya'ni shaxson qo'shimchalar ham olinadi bundan keyin. Mana shunga qo'shiladi misol uchun. Misol uchun du bo'lsa, duk bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Xuddi shunday bo'lib shaxson qo'llanib ketishi mumkin. Endi ko'rdingiz, bu qo'shimchalarni ko'rdingiz. Ya'ni belirli geçmiş zamon degani aniq o'tgan zamon. Ya'ni ish harakat aniq bajarilgan bo'lishi kerak. Misol uchun, sohib aytadi, "Men 2 kun oldin uyga keldim." O'shani tarjima qilmoqchi bo'lsak, "Men 2 kun önce eve geldim." Gel mi boyagi qo'shimchasi, shaxson qo'shimchasi. Endi xuddi shuni kelinglar benga nisbatan tuslaylik mayli. Gelni o'zini tuslab qo'yaveraylik mayli. Gelni o'zi bo'lsa, benga nisbatan tuslayapman, gel. Nima bo'ladi? Gel mana. Yo, to'xtanglar. Bu yerda tuslamaylik, boyagi formulaga borib tuslaylik. Ha, formulaga bor mana. Formulamiz bor-ku, mana formula yozdik. Mana formula. Hamma formula ko'rinib turibdi-ya. Endi men benga nisbatan tuslayman. Ya'ni olumlusi, ya'ni birinchisi, olumlusi qilib tuslayman benga nisbatan. Ben yuqorida ben yozib qo'yaman. Olumlusi bo'lish uchun elim qani? Elim nima edi? Elim. Gelmi? Gel. Mana oldim gelni. Gelni oldim. Gelni olib keldim. Zamon qo'shaman. Zamon nima bo'ladi gelga nisbatan? Ya'ni bo'lgani uchun nima bo'ladi? Belirli geçmiş zamonga di bo'ladi. Tushunaymi? Di bo'ldi mana. Di bo'ldi. Endi boyagi shaxson qo'shimchasini qo'shmoqchi bo'lsam nima bo'lardi agar unli harfni tugab qolsa? Men o'zi bo'ladi. Mana. Geldim. Birinchi formulamiz ishladimi? Geldim, ishladimi? Endi ikkinchi formulaga o'tamiz. O'limsiz qilmoqchiman. Ko'p narsa yozdim-da. O'limsiz qilmoqchiman. Xo'p. Gel olaman mana. Gelni oldim. O'limsiz qilmoqchiman. Gelni oldim do'stlar. Endichi gelni oldim. O'limsiz qilmoqchiman. Men olasiz. Men
Ma medan olishim kerak. Endi mana bu nima edi bu? E. Me. Bu e bo'lganligi uchun. Aha. E bo'lganligi uchun nima bo'ladi? Ya'ni inja onli bo'lganligi uchun Men olasiz. endi bu yerda meni olishim kerak to'ppa-to'g'ri. Ya'ni meni oldim mana. Meni oldim. Gelme. Endi zamon qo'shishim kerak. Zamon nima bo'ladi bunga nisbatan? E bo'lgani uchun D bo'ladi. E. I bo'ldi. Endi shaxson qo'shimchasi benga nisbatan mi? Me. Endi uchinchisini olamiz, uchinchisi. Uchinchisi nima bo'ladi? Yana gelni olamiz. Ana. Endi nima bo'ladi? O'limli so'ri bo'lish uchun nima olishim kerak ekan? Zamon. Zamon olishim kerak. Elim keldi mana. Elim keldi. Zamon nima bo'ladi? D. D. Gel. Gel. Endi zamondan keyin so'roq qo'shimchalarini buni asosda oxirgi o'rlisiga qaragan holatda olishim kerak. Nima bo'ladi? Mi. Mi bo'ladi. Me. Geldim mi bo'lish kerak. Bunga Ikkita me bo'ladimi ustoz? hozir. Geldim mi bo'lish kerak. Bunga o'ziga boshqa formula tushib qoldi ekanda hozir. Gel kelgandan keyin D bo'ladi. Geldim mi gelmadim bo'lish kerak-da. Benga nisbatan shunday bo'lib qolyapti. Geldim mi bo'lish kerak. Mana bu sanama ketdi-da. Geldi meni olib keyin bunga nima qo'sha olmaymiz-da. Geldi men bo'lmaydi-da. Shuning uchun xato bo'lib qoladi-da. Mana formasal xato ketdi. Ha? Geldim mana bunga qo'shiladi. Shaxsan bunga qo'shilib qolyapti endi. Shaxsan bu oldinga o'tib qolyapti-da. Geldim mi bo'ladi-da. Bu bunday bo'ladi. Tushundingmi? Qo'shimchasi mana. Geldim mi. Hozir mana shunga shaxsan bunga to'g'ri tushyapti. Misol uchun yap mi yor misol bunga to'g'ri kelyapti. Bunga shaxson oldinga o'tib qolyapti, ya'ni o'ynaydi, ya'ni shaxson oldinga o'tib qolishi mumkin bo'lyapti, to'g'rimi? Xo'p, keyingisiga 4-chi nima bo'lyapti? Gelni olsak, gel o'lim so'zi nima bo'ladi? Me bo'ladi. Gelme yana gelme dim mi bo'ladi. Gelmadimmi? Ya'ni kelmadimmi bo'ladi. Keldimmi, kelmadimmi? Ya'ni bu nimaga nisbatan bo'lib bu? Geçmiş zamonga nisbatan bu ishladi. Keldimmi, kelmadimmi? Mana shu turishda bo'ladi. Faqat hozirgi mana bu 3-chi va 4-chi formulamiz har bittasiga nisbatan o'zgarib turar ekan, to'g'rimi? Lekin 1-2 tushdi. 3 bilan 4 sal o'zgarish sodir bo'ldi. Keldimmi, kelmadimmi, misol uchun. Bitta shaxson bo'lyapti, shaxson oldinga o'tyapti yoki keyinga o'tyapti. Shunday bo'lyapti. Xo'p, keyingi nimamiz? Belirsiz geçmiş zaman. Belirsiz geçmiş zaman degani nima degani? Belirsiz geçmiş zaman. Ya'ni aniq bo'lmagan o'tgan zamon deyiladi. Ya'ni biror bir ish harakati aniq o'tgan zamonda bajarilganmi yo'qmi aniq emas. Misol uchun uni qo'shimchasi nima bo'ladi? A ga nisbatan mish. E ga nisbatanchi mish. O ga nisbatanchi mush. Ustun nuqtasi bor O, ustun nuqtasi bor U ga nisbatanchi mush bo'ladi. Bu asosan o'zlashtirma gapga ham misol bo'la oladi. Ya'ni palonchi bo'lganimish, palonchi bunday dedi, mana bo'lganimish degan ma'noda dedi deydi-ku. O'sha narsalarga nisbatan ham ishlatilishi mumkin. Misol uchun benga nisbatan nima bo'ladi? Buni tuslasak, misol uchun gelni olsak, gel nima bo'ladi? Gel Mish. mish gelmish. Nimani olsak-chi, o'sha benga nisbatan qilsam nima bo'ladi? O'lim so'zi gelmish. Mishim. O'lim so'zi nima bo'ladi? Gel
Ma, me, me, Gelme, me, miş, Mishim. im. im. Olumlu sorusu nima bo'ladi? Gel, mish, Shim, gelmiş, gel. Yangi zamon gopa gelmiş. Ya'ni imni mana bu nima qiladi? Joy tashlab, gelmiş, mi, im, gelmiş miyim? Olumsuz nima bo'ladi? Gel, me, mish, miyim bo'ladi. Gelmiş miyim? Gelmemiş miyim? Tushundingizmi ya? Mana bu formulaga toshni tushadi. Ustoz, ash boshqasiga o'tmasingizdan bitta savolim bordi. Ashi belir bilan belirsiz zamonni qanday ajratib olamiz? U kimdandir eshitgan bo'lsa, mish-mish qo'yib, aniq o'shada bo'lgan bo'lsa, deytik qo'yamizmi? Qarang opa. Ha, bunday bo'ladi. Endi buni ajratishda asosan paloncha so'yladi. Birinchisi, ya'ni ko'p jihatlari bor-da buni. Misol uchun Ahmed so'yladi. 2 kun önce misol uchun O'roz va evine gitmiş bo'ladi. So'yladi bo'lgani uchun. Gitmiş. Ya'ni ketgan emish degan ma'no beradi. Tushundingizmi? Endi yana Ankara'da kaza olmuş. Kazada 5 kişi yaralanmış. Yoki 1959 senede deprem olmuş. Depremde 10 kişi yaralanmış. Bular nima bo'ladi? Aniq emas-da. Misol uchun 10 kishimi, 15 kishimi aniq emas, to'g'rimi? Keyin aniq o'tgan zamon bo'layotgan bo'lsa, o'sha ish harakat aniq bajarilgan bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Ben dün akşam geldim. Tushundingizmi? Aniq men kelganman. Aniq bo'lishi kerak o'sha narsasi. O'shandagina olinadi. Xo'p. Ustoz, bu deydi-kuydi gaplarga qo'yilayotganda, g'iybatlarga. G'iybat o'sha deydi-kuydi gaplarga nisbatan mish-mushlar ishlatiladi. Ya'ni ko'chirma gap deyiladi ko'proq mana o'zbek tilida. Xo'p, endi ya'ni biz qaysi zamonga o'tishimiz kerak bo'ladi do'stlar? Kelajak zamon. Kelajak zamonni qo'shimchalari, ya'ni nima degani o'zi kelajak zamon? Kelajakda bajarayotgan ish harakatlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni orzu, istak, niyatlarni o'z ichiga oladi. Kelajak zamonining qo'shimchasi nima bo'ladi do'stlar? Kelajak zamon Ajak. kelajak zamon qalin unlarga nisbatan a, i, o, o'ga nisbatan nima bo'ladi? Ajak. Inja unlarga nisbatan e, i, o'ga nisbatan nima bo'ladi? Ejek. Ajak va ejek bo'ladi. Endi misol uchun gel olsam, misol uchun gelni o'zini olsam-da, mana yuqorida gelni o'zini tutasan, misol uchun benga nisbatan gel, mana oldim, gelni oldim. Mana bu e bilan tugagani uchun inja unli bo'lgani uchun nima olaman men? Ejek olaman. Ejek oldim. Endi gel bu yerda shaxs son qo'shiladimi yoki iyalik qo'shiladimi? Shaxsan qo'shiladi. Shaxsan fe'l bo'lgani uchun. Shunda nima bo'ladi? Mana bu e bo'lgani uchun nima bo'ladi? Im olinadi, shundaymi? Endi mana bu k o'z o'rniga nima qiladi? Yumshoq g'ga Alib ketadi. o'zgarib beradi. Nima uchun shu yumshoq g'ga o'zgarib beradi? Singolmonizm qoidamizga ko'ra. Singolmonizm qoidasi nima deychidi? Birinchi singolmonizm qoidasi. Agar so'zingning oxiri oddiy qilib tushuntiraman. Fistik shahab so'zi bilan tugasa, sen qo'shayotgan qo'shimchangni boshi ham fistik shahab bilan boshlanishi kerak. Ikkinchi singolmonizm aytadi. Agar so'zingning oxiri, ya'ni fistik shahab bo'lmagan so'zlar bilan tugasa, harflar bilan tugasa, sen qo'shayotgan qo'shimchangning ham boshi fistik shahab bo'lmagan qo'shimchalardan boshlanishi kerak. Shunda nima bo'lishi kerak bu yerda? U shuning uchun kni, mana misol uchun kni jufti nima ichida? Yumshoq g. Dni jufti nima ichida do'stlar? Tni jufti deylik. D edi. P'niki nima ichida? Chniki nima ichida? J edi. Bularni jufti bo'lganligi uchun nima bo'ladi? O'zgarib beradi mana bu yerda endi. Shunga kelajagim bo'ladi. Endi o'limsiz nima bo'ladi? Gelni olaman. Boyagi formulaga nisbatan gelni oldim. O'limsiz qo'shimchasi meni oldim. Zamon endi.
nima bo'ladi? Gel, me, ejek qo'shilishi kerak bo'lgani uchun ye ortadida, ye ortadida. Gel, me, ye, Ha, je, Ejek. gel. ejek, yem. Endi o'limli so'ri bo'lish uchun nima bo'ladi? Gel olaman, elim keladi mana, gel keldi. Gel keldi. Keyin nima bo'lardi bunga nisbatan? Ajak, ejak, ya'ni zamon kelish kerak. Gel, ejek, kelajak keldi. Kelajakda oxiri e bilan tugagani uchun nima qilinadi bu? Asosdan ajratib olinadi-da, meni olib, shaxsni qo'shimchasi bunga qo'shiladi. Gel, ejak, miyim. O'limsiz so'ra bo'lish uchun nima bo'ladi? Gelni olamiz. Mana gelni oldik. O'limsiz bo'lish uchun nima bo'lish kerak endi? Me kelish kerak. Qaysi keladi? Me keladi. Ne? Endi ajak, ejak kelish kerak, ya'ni zamon kelish kerak. Lekin mana bu unli bilan tugagancha ye ortib, keyin ejak keladi. Ejek, ha. Gel, me, ejak. Endi asosda oxirgi o'nlisi bo'lgani uchun so'roq qo'shimchasini Mi. ajratib olib, mi olinib, keyin nima qo'shiladi? Shaxson. Gel, me, ejak, miyim bo'ladi. Tushundingizmi? Kelajak miyim, gelmeyecek miyim bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi hammada? Yeni zamonlar, pollar. Ha, tushundim ustoz. Gelecek zamonlik. Gelecek zamonning ikkinchi strukturasi bor, do'stlar. Gelecek zamonning ikkinchi strukturasi bor. Qanday edi strukturasi ikkinchisi? Ya'ni otlarga nisbatan, ya'ni ism jumlalarga nisbatan ol qo'shimchasi bilan ishlatiladi, ol qo'shimchasi. Misol uchun mutlu kelajak zamonga qo'shmoqchi bo'lsak, mutlu bo'lsa nima bo'ladi? Buni oldin ol qo'shimchasi olinib, ol misol uchun mutlu bo'lajam, mana shunga ketadi. Mutlu bo'lmayjam. Ya'ni shunda nima bo'lar ekan? Ism jumlasi bo'lgani uchun ol qo'shimchasi bilan ishlatilar ekan. Kelajak zamon fishkasidan bittasi shu. Xo'p, tun zamonlar hammasi sizlarga tushunarli bo'ldimi mana? Ponna zamonlar hammasi mana shu. Tushunarlimi hammada? Ha, tushundim ustoz. Umida opa, tushundingizmi Umida opa? Ha, tushunyapman. Endi tushungan bo'lsangizda buni hammasini keyin daftarlarga yozib olasiz. Endi men kelajak genish zamon haqida dars o'tib beraman. Ya'ni genish zamon. Genish zamon nima? Genish zamonda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Hammasini o'tib beraman. Endi genish zamon, nima deysiz opa? Shu genish zamon sal qiyinroq ekan. Qiyin emas, kecha sal shoshdik-da biz, qiyin emas. Xo'p, genish zamon degani bu qanday zamon hisoblanadi? Ya'ni kengaytirilgan zamon. Barcha zamonlarni o'z ichiga oladi bu. Genish zamon. Endi genish zamonning qo'shimchalari nimalardan iborat? Genish zamon o'zi nima? Qo'shimchalari nimalardan iborat degan savollarga javob berish kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Endi genish zamon bu sizga barcha zamonlarni o'z ichiga oladi. Genish zamon barcha zamonlarni o'z ichiga oladi. Bu genish zamonni qo'llanishi, ya'ni bu hech qanday vaqtini yoki nimalarni sizga aniq qilib ochiqlab bermaydi. Boshlangan yoki nimasini ochiqlab bermaydi. Qachon boshlangan yoki nimadir haqida belgi bermaydi bu genish zamon. Endi genish zamon qo'llanish strukturasi, misol uchun ko'radigan bo'lsak, genish zamon qachon qo'llaniladi? Biror bir ish harakatingizni vaqti bilan tez qilyapsiz. O'shanga nisbatan qo'llaniladi. Xo'p, keyingisi hech değiştirib bo'lmaydigan, ya'ni hech qachon o'zgartirib bo'lmaydigan narsalarga nisbatan qo'llaniladi. Bu nima degani? Hech değiştirib bo'lmaydi. Inson bor, buyur, o'lur. Inson tug'iladi, katta bo'ladi, o'ladi deyapti. Hech kim ko'rganmisizlar o'lib keyin tug'ilib keyin katta bo'lganini? Yo'q, to'g'rimi? Shunday. Hech qanday o'zgartirib bo'lmaydigan narsalarga nisbatan qo'llaniladi. Keyingisi so'roq shakli borda. So'roq shakli buni kibarcha emir, ya'ni odob bilan nima qilish, buyruq ma'nosida keladi. Ya'ni o'sha nimani genish zamon. Endi genish zamon asosan deyiladi, asosan. Genish zamon mana qo'shimchalar mana bu bo'ladi. Endi genish zamon mana bu yerda e'lim keladi. E'lim mana. E'lim keladi-da. E'lim turadi bu yerda. E'lim ikkiga bo'linadi, e'lim. Qanday? Asosni oxiri unli bilan tugasa, asosni oxiri undosh bilan tugasa degan narsalarga bo'linadi.
asosda oxiri unli bilan tugasa. Unli bilan tugasa. Nima bo'ladi? R qo'yiladi. Unli bilan tugab qolsa, r ni o'zi bo'ladi. R ni o'zi bo'ladi. Boshqa hech qanday nimadir ortiqcha ish qilinmaydi. Tushundingmi? Xo'p. Mana misol uchun arani o'zini olganda, ara unli bilan tugab qoldi. Shunda nima bo'ladi? Arar bo'ladi, rni o'zi. Arar. Endi qolgan davomi ketaveradi boyagi boshqa narsa bilan. Endi gapni boshi bilan. Rni o'zi bo'ladi. Endi so'zni oxiri undosh bilan tugab qolsa-chi? Ha? Undosh bilan tugasa-chi? Endi so'zning oxirgi unlisi undosh, so'zning oxirgi harfi undosh bilan tugab qolsa, undosh bo'lsa. Nima bo'ladi? So'zning oxirgi harfi undosh bo'lsa, bu ham ikkiga bo'linadi. Qanday? Bir bo'g'in. Ko'p bo'g'in. Tek deymiz do'stlar. Tek degani bir degani. Bir bo'g'inli degani. Endi tek xijali desak bir bo'g'in. Çok xijali bo'lsa nima bo'ladi? Çok xijali ko'p bo'g'inli bo'ladi. Ko'p bo'g'in. Shunda bir bo'g'inlilarga nisbatan nima bo'ladi? Bir bo'g'inlilarga nisbatan qalin unli bo'lsa. A, I, O, U bilan tugasa nima bo'ladi? Ar. Ince unli bilan E, I, I bilan tugasa nima bo'ladi? R bo'ladi. Endi R bo'ldi. Ya'ni bir bo'g'inlilarga nisbatan. Misol uchun gel nechi bo'g'in? Gel. Bir bo'g'in. Bir bo'g'in. So'zni oxiriga unlisi nima edi? Bunga asosan nima olaman? Ilir. R bo'ladi. Ana, R bo'ldi. Endi çok xijali bo'lsa, ya'ni ko'p bo'g'inli bo'lsa, unga nisbatan nima bo'ladi? A, I ga nisbatan ir. I ga nisbatan nima bo'ladi? Ir. O, U ga nisbatan nima bo'ladi? Ur. Nuqtasi bor O, ustun nuqtasi bor U ga nisbatan nima bo'ladi? Ur bo'ladi. Mana. Bu çok xijali. Endi çok xijali bo'lganga nima qilamiz? Ur. Çok xijali bo'lsa. Gitterni olaylik. Git. Mana bu yerda get endi bor ekan. Kelar. Get ir. Bu nechi bo'g'inlik? Ikki bo'g'inli, ko'p bo'g'inli. Bunga nisbatan nima bo'ladi? Mana bu i bilan tugagan uchun undan to'rtlik shakliga nisbatan nima bo'ladi? Ir. Get ir. Ir do'zi Gitterir. Aha, shunday bo'ladi. Endi bu yerda bir ikkita so'zlar ham bor, do'stlar. Bir ikkita so'zlar ham bor endi. Ular istisno so'zlar jadvali bor. Ularni yodlab qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Endi xo'p ustoz, buni ko'rdik. Endi buni ham oldingi, ya'ni yuqoridagi zamonlarga nisbatan olumli, olumsiz, olumli so'ri itaklar shular ham bormi degan savol kelasizlar, to'g'rimi? Endi misol uchun olumlisiga o'zi ketaveradi bilasizlar. Boyagi formulaga nisbatan ketaveradi. Endi olumsizga kelgan vaqtlaringizga faqatgina olumsizi birinchi shaxsga nisbatan nima ishlaydi ekan? Ma'me ishlaydi. Ma'me. Birinchi shaxsga nisbatan ma'me ishlaydi. Olumsizga ma'me birinchi shaxsga nisbatan ishlaydi. Ikkinchi, uchinchi shaxslarga nisbatan olumsiz nima bo'lar ekan? Mazmez ishlaydi. Tushundingmi? Ikkinchi, uchinchi shaxsga nisbatan nima ishlar ekan? Mazmez ishlar ekan mana. Birinchi shaxsga nisbatan nima ishladi? Ma'me ishladi. Ikkinchi va uchinchi shaxsga nisbatan nima ishladi? Mazmez ishladi. Keyin zamoniki, so'roq, keyin kishilikka, misol uchun yoki iligikka ketaveradi. Endi kelar so'zni olamiz. Misol uchun qaysi so'zni olamiz? Gelni olamiz mana. Benga nisbatan tuzlaymiz. Gelni oldim mana. Olumsiz nima bo'ladi buni? Bo'lgani uchun mana, yo birinchi o'limni qilishni gelgan so'z birinchi o'lim nisbatan bo'lsa me bo'ladi, agar senga nisbatan bo'lsa mez bo'ladi. To'g'ri, lekin biz birinchi o'limlisini qilishimiz kerak. Adashdik. Birinchi o'limli, keyin o'limsiz, keyin o'limli so'ri, keyin o'limsiz so'ri-ku. O'limli bo'lish uchun nima qo'shiladi? Gel bo'lsa? Er. Nima uchun er bo'ladi bu?
Chunki injilli kelganda ana Tik hijali. Da. injilli. Tik hijali va e bilan tugagani uchun er qoldi. Geler, ya'ni o'limsiz tugadi. Endi o'limsiz nima bo'ladi? Gel keladi mana, o'limsiz. Gelni oldim. Endi o'limsiz qilishim uchun nima qo'shishim kerak bunga? O'limsizlik qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Nima bo'ladi? Mes. Benga nisbatan ishlab qolamiz. Nima bo'ladi? Mes. Ikkinchi, Mana uchinchi. qaranglar, mana bunga benga nisbatan Birinchi zamon qo'shamiz. mana bunga zamon qo'shmay nima egalik qo'shimchasini qo'shmay ketamiz. Geler im bo'ladi-da, gelerim. Endi bunga nima bo'ladi? Gelga nisbatan o'limsiz nima bo'ladi? Gelme. Gel. Ma'mi gelme. bo'lgani uchun, ma'mi bo'lgani uchun me olamiz mana. Gelme. Endi ma'mi bo'ldi. Endi zamon. E bilan tugab qo'yamizmi? Qo'shinglar. Gelmem. Gelmem bo'ladi. Da gel mem, ya'ni o'limsiz bo'lgan vaqtda premi bo'ladi, to'g'ri? Gel mem. Qotib qolasiz, gel mem. O'limli so'ri bo'lsa nima bo'ladi? Gel. O'limli so'riga. Nima qo'yamiz bu yerda? Gel keldi. Endi zamonni qo'shamiz. Nima bo'ladi? Gelermi. Geler. 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 Endi nima bo'ladi? So'roq qo'shimchasini olishim kerak. Mana bu e bilan tugagani uchun so'roq qo'shimchasi nima bo'ladi? Mi bo'ladi. Geler, miyim. O'limsiz so'risi nima bo'ladi? Gel. Me. Mes Nima miyim. bo'ladi? Mes miyim bo'ladi. Gelmesmi. Gelmeysmi? Mana bunga nisbatan men ko'rasizlar uchun. O'limli so'ri bo'lish uchun, ya'ni o'limsiz so'ri qo'yamiz, to'g'rimi sizlar? Gel fe'li keldi. Me keldi. Gelmez. Yer bo'ladimi? Gelme. Yer. Gelmez miyim. O'limsiz bo'lgandan keyin do'stlar, o'limsizga nima olinmaydi dedim-ku. O'zi qo'shilmaydimi oxiriga? Gelmemiyam bo'ladi. Nima bo'ladi sizlar? O'ylab ko'ring, o'ylab ko'ring. Gelmez. Ustoz gelmez. Miyim. Gelmez miyim. Gelmesmiyam bo'ladi. Yo'q, gelmez miyim bo'ladi ustoz. O'limsiz Nima so'z. bo'ladi? Mana bunga o'tamiz. Gelmez miyim. Bo'lgan vaqtda, qaranglar, o'limsizlik so'ri bo'lgan vaqtda mana ben, gel, mez, miyim. Tushunaymi? Tamam. Endi bu hozir nima bo'ldi? Ya'ni genish zamonni to'lig'i bo'ldi. Mana bu qo'shimchalar genish zamoni mana. Yap, ara, sev, bak, gör, up, misol uchun yap, ma, yap, ar. Misol uchun yap, ar misol uchun. So'ri bo'lish uchun yap, ar, mi, yim, yapmaz, mi, yim. Tushunsan? Ya'ni o'limsizligiga baribir xohlaysizmi yo'qmi? Ma-me, mazmiz ishlatiladi. Ma-me, mazmiz ishlatiladi do'stlar. Endi Unda birinchi shaxsga ma'mi, ikkinchi, uchinchi shaxslarga mazmiymi? o'limsiz surasiga ham mazmiz ham ishlatilib qoladi birinchi, ikkinchi shaxsga nisbatan. O'sha yerda mazmiz, ma'mi, mazmiz ishlatiladi. Tushundingizmi? Xo'p, hozir kimga shu joy hozir mana shuncha nima tushunarsiz bo'lib qoldi, ya'ni shuncha zamon tushunarsiz bo'lib qoldi.
Assalomu alaykum ustoz. Bular tushunarli. Chek so'zini bizga nisbatan tushunlab bering genish zamonda. Men uyga vazifaga bergan ekan, shuni qilolmadim-da. Mana bu chikmi? O'zi buni genish zamoni so'roq shakllariga sal qiyinchilik bo'ladi. Ya'ni kibarcha emir, ya'ni buyruq ma'nosida kelib qoladi-da. Xo'p, tushundingizmi? Hech qanday tushuncha olinmaydi. Chik olamiz, mana chik bo'layapmiz-da. Chik oldik. Chik bo'lgandan keyin bu bizga nisbatan bilsangiz, genish zamonni nimalari bor? Nimani ichidan ko'rishingiz kerak, ya'ni nimasi edi? Istisno so'zlari mavjud edi. Istisno so'zlar mana ularda yordam bo'lishingiz kerak, ha? Bu agarda qila olmaydigan bo'lsangiz, istisno so'zlar jadvali ham bor, lekin buncha yo'q bu. Mana shuni yordam qo'yishingiz kerak. Endi chik fe'li bo'lsa, chikni oldiz. Benga nisbatan chik Menga nisbatan chiqarim bo'ladi-da endi. Chiqarim. nima o'chib qolgan? Ekran nimagadir, ha? Ha. Endi chi ko'ryaptimi? O'tvordi. Ko'rinmayapti ustoz. Ekran ko'rinmayaptimi? Ko'rindi. Xo'p, perezagrasiya bermasam bo'lmaydi, chunki qotib qoldi. Yo'q, nimalarni ko'ra olasizlar-da, yoza olasizlar. Xo'p, opa qarang, chikni olsak, mana chikni oldik opa. Chikni olamiz, chik olamiz. O'limlisi nima bo'ladi shuni? Benga nisbatan tuslaymizmi? Nimaga nisbatan tuslaymiz, opa? Bizga nisbatan. Chik bizga nisbatan olamiz. Chik oldik. O'limlisi nima bo'ladi? Biz qo'yib qo'ygan opa. Biz. Ana shuni bilmayapman-da. Boshqasigacha uga keldim, bizga bilmayapman. Chiqariz bo'ladimi? Chiqariz bo'ladimi? Chik ar olindi opa, shundaymi? Mana bizga nisbatan ketsangiz, chiqar. Endi siz nima olishingiz kerak? Is, uz, yez bo'ladi. Shunda bo'ladi, chiqariz bo'ladimi? bo'ladi. Chiqariz bo'ladi-da. Chiqariz. Endi o'limsiz nima bo'ladi? Chiqarmayiz bo'ladimi? Yo'q. Chiqma. Bunga zamon qo'shilmaydi. Kibarcha emir ma'nosiga. Genish zamon qo'shilmaydi. Chiqma yiz. O'limli so'risi nima bo'ladi? Chiq ar ha, bu qolib ketdi. Chiqar yiz chiq mas Miyiz. Tushundingizmi opangni? Bo'ldimi? Ha, tushundim. Rahmat. Zamonlar shulardan iborat edi do'stlar. Yana xo'sh, bormi? Savollar bormi yana? Ya'ni zamonlar bo'yicha kimga savollar bor? Qani savol bo'lsa, zamonlar bo'yicha ponna nima qilib bermoqchiman, javob bermoqchiman shu. Zamonlar bo'yicha muammo qolmadimi, do'stlar?